Amerikadagi nopozliq axborot vositalaridan bo'lgan Davlatlik ommaviy radiosi NPRning 9 dekabr kunidagi maxsus anglitishida chiroy tonish texnikasi va uning insoniyatga ko'rsatgan ta'siri haqida programma taqdirlagan. On the show today, what's in a face, how our faces are captured, where that data ends up, and who has access to it. Chiroy tonish texnikasi qanday qilib Xitoy hukumatining osonlik millatlarini nishonlashiga yo'l ochib berdi deb mavzu qo'yilgan bu programmada bu sohada izlangan tashriqchi jurnalist va binokor Alison Kelling ziyorat qilingan. I don't allow Google to store my location. I don't have the face unlock turned on my phone. Alison Kelling va uning xizmatdoshlari 2021-yili sun'iy amra ko'rinishlari va binokorlik texnikasidan foydalanib Uyg'ur elidagi lager sistemasini tashirib e'lon qilgan keng ko'lamli doklati sababidan xalqaro Pulitzer mukofotiga erishgan edi. Alison Kelling yaqinda xalqarodagi nopozliq munbarlardan bo'lgan TED Talks, ya'ni texnika, ko'ngil echish, loyihalash nutqlari nomli munbardimi chiroy tonish texnikasiga o'xshaydigan yuqori fan texnikalik nazorat sistemasining yordami bilan lagerlarga qamalgan Uyg'urlar va bu lagerlarning o'rnini bayqash jarayonini tanishtirib nutq so'zlagan. Davlatlik ommaviy radiosi uning bu nutqidagi muhim mazmunlarni o'z programmasida tanishtirgan. Alison Kelling TED Talksda qilgan so'zida o'zining amerikalik jurnalist Mega Raja Gopalan bilan tanishgandan keyin Uyg'ur deyarli yuz berayotganlarni, bo'libmi oz deganda 1 milliondan ortiq odam solab qo'yilgan lagerlarni aniqlash ishiga kirishganligini bayon qilgan. Mega had been the first journalist to visit one of the camps. But shortly after publishing her article, the Chinese authorities declined to renew her visa and she had to leave. Uning aytishicha, Xitoy hukumatining uchurni qattiq amal qilib, jurnalistlarning xizmatini barliq amallarni ishga solib cheklashi ham shundaqla Uyg'ur elining zeminining noiti bepoyon bo'lishidek omillar lagerlarning o'rnini aniqlashga qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa-mu, biroq sun'iy amra ko'rinishlari ularning bu qiyinchiligini hal qilgan. U nutqida mundaq degan. But more importantly, satellite imagery was a source of information that the Chinese government couldn't control because the satellites and the imagery they produce was owned by US and European organizations. But that still left us with the question. Sun'iy amra orqali tortilgan surat Xitoy hukumati kontrol qilolmaydigan uchur manbasi bo'lib, bu sun'iy amralar va ular tortgan suratlar Amerika va Yevropa tashkilotlariga tava. Ammo shundaqdimi buncha ko'p sun'iy amra ko'rinishlari orasida izlanishni qayerdan boshlash kerak degan bir savol paydo bo'ldi. Shundaq bir vaqtda men Google ko'cha suratlari appining Xitoydagi tangdosh appi bo'lgan Baidu umumiy ko'rinish appida yuz bergan g'alati bir ahvolni angladim. Fotograf Jonathan Browning Xitoydagi sanoat rayoniga o'xshab ketadigan o'rinlarning imorat va aslahalarining Baidudagi yer yuzi suratlarining noiti tutuqligini bayqagan. Bu to'limi g'alit ahvol, shundaq emas bu. Shuning bilan men agar Xitoy o'lkalaridagi sanoat o'rinlarining sun'iy amradagi ko'rinishlari bundaq g'olashtirilgan bo'lsa, u holda Xinjiangdagi lagerlarning o'rnining sun'iy amradagi ko'rinishlarga Xitoyning o'xshash usul qo'llangan bo'lishi mumkinligini faraz qildim. Shuning bilan ilgari rayonni ziyorat qilgan muxbirlar borgan lagerlarning o'rnini sun'iy amra ko'rinishlaridan izlashga boshladim. Darvaqa g'alati ish yuz berdi. Lagerlarning o'rni bor yerlarning yer yuzi suratlarini cho'ngaytganimda surat ustida darhol suz kulrang maydon paydo bo'lib oldi. Yana o'xshash ish boshqa bir lager o'rnining suratida yuz berdi. Shuning bilan men barliq lagerlarning o'rnini mana mushu usul bilan topa oladiganligimni his qildim. Obscuring the camps had inadvertently revealed all of their locations. Alison Kellingning nutqida aytishicha, Xitoy hukumatining lagerlarning o'rnini sun'iy amra ko'rinishlaridan yo'shirish uchun qilgan bu amali dal aksiga unum berib, lagerlarni boyqaydigan qurolga aylanib qolgan. Alison Kelling xaritadagi ko'rinishlarga qo'yib qo'yilgan niqobni yirtish uchun yumshoq detal injeneri Kristo Boshik bilan hamkorlashgan. Natijada jami 348 lager va turmaga o'xshaydigan o'rinni sun'iy amra ko'rinishlardan tepib chiqqan. U yana mundaq degan. We estimate that these facilities have been built to hold more than 1 million people. That's enough space to detain 1 in every 25 of Xinjiang's residents. And that doesn't take into account. Bizning mo'lcharimizcha bu aslahalar 1 milliondan ortiq odamni sig'dira oladi. Bu Xinjiangda har 25 odamdan birini tutib turishga yetarlik o'rin bor deganlik. Lagerdan chiqqan nurg'un sobiq mahbuslar lagerlarning intayin qistonligini tasvirlaydi.
Onundan qaraganda bu san amaliyotda texmi ko'p bo'lishi mumkin. And traveled to Xinjiang. In his video, we see him driving down a main road past a compound with barbed wire on top of the perimeter wall. Alison Kelling nutqida yana YouTube torda Guangguan degan nom bilan tonilgan bir Xitoy YouTuberning o'zlari chiqargan lager xaritasiga asosan lagerlarni tepib bag'anligi va suratga tatqanligi. O tatqan ko'rinishlarning o'zlari aniqlagan lager o'rinlarining haqiqatan to'g'riligini dalillashda zo'r rol o'ynaganligini eskartib o'tdi. Alison Kelling Amivi radioning maxsus programmasi qilgan so'zda o'zlari yuqorqidek usul bilan bu lagerlarni aniqlab chiqib, uni dunyoga e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumatining inkos qaytirib, bu o'rinlar haqiqatan mavjud, ammo ular degan kasbiy tarbiyalash o'rni kishilar bu yerda o'z ixtiyori bilan mahorat o'rganadi deganni ilgari surganligini. Biroq buning yolg'onligini aytdi. Alison Kelling BDT kishilik huquq oliy komissarligi yaqinda e'lon qilgan dokladda Xinjiangda yuz berayotganlar bu asrdagi eng og'ir kishilik huquq krizi bo'lishi mumkin deyilganligini eskartdi. Davlatlik ommaviy radiosi programmasida yana Alison Kellingdan sun'iy amra ko'rinishlar orqali bayqalgan bu ma'lumotlarning nima ishga yaraydiganligini so'rgan. Alison Kelling buningga javoban lagerlarning isbotlanishi natijasida bir qism Xitoy amaldorlariga jazo tadbiri qo'yilganligi, Amerikada Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni chiqqanligi va bularning hozirgacha elingan eng cho'ng qadamlar ekanligini eskartdi. Alison Kelling TED nutqlaridagi so'zidami sun'iy amra ko'rinishlari, suratlar va sin qatorliq ijtimoiy tarmoqlardagi suratlar va sin qatorliq ochiq manbalar orqali Xitoy hukumatining rayonda yuz berayotgan ishlar to'g'risidagi tashviqotlarining yolg'onligining isbotlanganligini eskartgan va u nutqini mundaq deb oyoqlashtirgan. In Xinjiang, open sources have allowed us to examine and counter the Chinese government's claims about what's happening in the region. With social media data and satellite imagery, we can provide evidence of human rights abuses in a way that wasn't possible before. İctimai taraqqilardagi sonliq ma'lumotlar va sun'iy hamra orqali tortilgan suratlar orqali biz kishilik huquq dafsandachiliklarni ilgari mumkin bo'lmagan usullar orqali isbotlay olamiz, faktlarni ta'minlay olamiz. Biz yuz bergan voqealarning ko'lamini ko'rsatish uchun yolg'iz kishilik huquq dafsandachiligining ayrim ahvollariga qarashdan halqib keta olamiz. Biz yankashlikka uchirg'ichlarning guvohliklarini texmi obrazli holda isbotlab bera olamiz. Siyosat belgilaguvchilarga yuz berayotganlar haqida texmi atrofliq ma'lumot bera olamiz va sotda o'tirib qo'yg'idak tafsiliy dalil isbotlar bilan ta'minlay olamiz. Biz ochiq kodliq sonliq ma'lumotlar orqali jinoyatchilarni javobgarlikka tortadigan va hatto xalqlarni harakatga keltirish uchun zarur bo'lgan dalil isbotlarni ta'minlab bera olamiz. With open source data, we can provide the evidence needed for accountability and then, hopefully, action. Thank you. Texnika ko'ngil ichish, laylash nutqlari, ya'ni qisqartılma ismi TED Talks bo'lgan bu yillik programma Amerika va Kanadani markaz qilgan mustaqil payda olmaydigan axborot tashkiloti bo'lgan TED Conference tarafidan uyushtiriladi ekan. Mazkur programmada ilm-fan, tijorat, savdo va dunyodagi muhim masalalardan iborat barliq temalarda nutq so'zlanadigan bo'lib, intayin nopuzliq fan texnika yig'ilishlarining bir bo'lib hisoblanadi ekan. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.